Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz roman Arqa ko'cha. Avtori Farhod Tursun. Bugun 35-betdan 51-betgacha o'qiladi. Yo'ldan ichib qolgan yemekliklarning puraqi kelishga başladı. Men bu puraqning nereden kelib atqanligini bilolmadim. Belkim etrafta görünmez bir azgal bardır. Belkim o yerge kişiler her günü işip kalgan aş ve yundalarını töküdüğandı. Bu arka koçada evraz yollarının ağzı görünmeydi. Belkim çoğun şehirlerinin medeniyetinin en mühim bir kısmı bolgan evraz yolları bu koçaga tutaştırılmağandı. Kişiler bu şehir atılığı ilinsila çoğun birinci bolup maşu arka koçani ve o koçalardaki güzel ayallarını hem onlarının bedeninin köp kısmını uçup koyduğun kiyim kiyişip appaq yalang'aç putları bilen koçalarını kesip ötüşlerini tasavvur kılışıdı. Xuddi şehirning barliq mazmuni mushu yerga mujassamlashgandek. Shahar haqidagi tuyg'u mushu ko'chadan ayrılalmaydı. Lekin bu ko'chaning texicha yer osti evraz yo'lisiz qolganligi mening aqlimga sig'madi. Yol boyidagi uylarning derazasidan tushib turgan qizg'ish chiroq nurlari tuman sababidan yiroqqa tarqalolmay kichikgina doira ichida qapsilib qolgan edi. Chiroq yiqiqliq uyning tomlarining nihoyat ko'nrab ketganligini, chiroq nuri tushib turgan joydagi suvoqlarning tushib ketganligidan belgili bo'ladi. Deraza xuddi urib o'ltirilgan odamning tenidagi yoridek xunuk bo'lib, ko'ngilni g'ash qiladi. Chiroq nuri bo'lsa, ashu yoridan so'zilib chiqqan seriq zardob suvdek laylab qolgan edi. Bu ko'cha tuman ichida xuddi koinot yaratilishdan ilgariki hech narsa mavjud bo'lmagan davrlardagidek mavhum bir girdobga o'xshab qolgan edi. Men o'zimni suv ichidagi dog'lanib turgan hayotliq irodasi ichida qandaqdir bir yoritilish haqidagi bishoratni izlab ketayotgandek his qilardim. Mening vejikkina gavdam xuddi matka ichidagi bosh suyida tunchiqayotgandek jonsiz tipirlamoqda edi. Har qandaq bir yara eg'isi menga chiqish eshigi bo'lib tuyulaveradi. Biroq men u eshik tomon menishqa jur'atsiz edi. Putumga bir narsa putlashib taranglab ovoz chiqardi. Engishib qarab onun bir talsim ekanligini ko'rdim. Simning ikki uchi bir-biriga chirmalgan bo'lib, birovning uni bir narsaning og'zini bo'g'ishga ishlatganligini tasavvur qildim. Yo'lda bu yoqqa tashlanib turgan qog'ozlarning xat yozilgan yoki yozilmaganligini belgilab bo'lmaydi. Ularning to'pa, lay va yundilarga milinib rangini o'zgartgan holati odamning ko'nglini elashtirdi. Ularning qog'oz ekanligini aran farqlantirgili bo'ladi. Ularning qalaymiqan tashlanib turgan holatidan hech qanday bishoratni his qilg'ili bo'lmaydi. Uzunchoq shakl chiqarib qatma-qat qilib qatlangan bir toziliq qog'ozining o'ttiri qismi qo'rilgan ham bir-biriga chaplashib uyib qolgan bo'lib, paxbiyib turgan ikki chekidan ro'shanlab farqli holda inchiki. Bir qarashda o'ttiri qismining qon bilan bo'yalganligi va qonning qop-qora uyib qolganligi mana men dabda chiqib turadi. Qaranqılıqda uni aniq ko'rgili bo'lmasimi, lekin uning tozaliq qog'ozi ekanligini, ya'ni kelib ayollar ishlatgan odat qog'ozi ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Qog'ozdagi qonning rangini ko'rmak tas, lekin uningda qon surtilganligini
pərəz qılmaq təs emas. Köңülni ayıntadigan sessiq puraq burnumdan meňemge kirib, səskü əzalarımni qattiq bearam qilishqa başlagandala, yan tərəfdə bir xalanın mövcudluğunu gördüm. Xalanın temi səlbəl qınğıyıb qalğandək yandı görünüdü. Xalanın tamları bəkmi konrap ketken. Muşundaq küçlük sessiq puraqqa egi turubmu, kişiler tərəfidən unutulup ketilgəndək, onun ətrafı taşlandıq nərslər bilən tolğan. Tamları şundaq konrap kessimu pərviş qılanmağan. Qızğuç, pişiq qışның rəngi bəlkim sessiq puraqda qaradap ketken bolsa kerek. Əsli rəngini belgili bolmaydı. Qarayğan tamğa sizib qoyulğan xətlərdək cinsi qağcıraş və cinsi qəzəb ifadələnген. Yana texi köptürüb ifadələngen cinsi hərəkətinin bəlgə və rəsmləri mı var? Ahranlık borda yazılğaşqa tuman içidimi eniq görünüp durdu. Onun eniq görünüşü bəlkim faqat borda yazılğanlığı üçünlə emas. Həmmədən bəkrək kişilerdeki aşu məzmunğa bolğan səsgörlükdən bolğan boluşumu mümkün. Kişilərinin gözləri bundaq xət və rəsmlərdəki kəmtük caylarını his qılmasdan tamamen toluqlap görələydi. Ona sızğan ösmür balalarının təcrübələrdəki kəmtüklük və sırlıq his qilishdən payda bolğan köptürüş çoğlarının təcrübesi bilən toluqlanıb, andın mükemmel nərsige aylanıdı. Şu tapda bir ayal xalanın 3 qəvətlik pələmpeydən düşməkdə. Pələmpeylərinin qırları uprab, qalmağan bolub, aldırab düşüp çıqqan igiz paşlınaq ayaqlar onun qırlarını yalap elib ketken. Qırları uprab ketkeşke pələmpeyinin hər bir qəvəti arasıdaki pərixmu soslaşıb ketken bolub, faqat igiz bəsliki arqılıqla qəvətlərini bir-biridən fərqləndirgili bolud. Pələmpeyinin ikinci qəvətinin sol tərəfidəki bir jaydan bir tal qışның yerimi uçtulup ketken. On tərəfidən bolsa, pələmpeyinin xilala çoğ qisminin qışı qomurlup düşüp ketken. Mən nemişqidur pələmpey yasalğandala şundaq şəkildə yasalğan bolğaymıdı ya, dep oylap qaldı. Bu, menin dadamdan qalğan, vaqtni etiraf qılmaslıq mijazimdən bolsa kerek. Mən daim birər nərsinin qandaqdır bir ötmüşke egi ikənligini etiraf qılğım kelməydi. Çünki mən görgen çağda o əni şu halətdə, onun başqa haleti zadalı mevcut emas. Ayal pələmpeydən asta düşdü. Mən onun egiz başlınaq appaq ayaqlarının aşu konrap ketken pələmpeyinin çirib sesiğan qışları bilən qandaq tegişib andın yötkülüşüge bir-birləb qarab durdum. Andın o ayalının tolğan bədəninin sesiq puraq bilən tolğan havadaki ornini və xalanın purqı bilən qoruşulup turuşunu təsəvvür qıldım. O ayalının inçike igiz paşnısı və çıraylıq putları pələmpeydən düşüp andın qan etilğan tazılıq qağızıge andın simği tegib yenimdən ötüp ketdi. Mən beşimni kötürüp qarımısammu, o ayalının köksünün köңlək içige patmay, tügmüllərinin etilmey qalğanlığını, iş köңlükinin yoqalları arasıdın appaq meydəsinin bir qisminin çıxıb qalğanlığını pərəz qıldım. Ayal yenimdən ötüp ketib atqanda onun bədənidən keladigan ətlərinin puraqını purab baxmaqçı boldum. Biroq onun bədənidən kelgan puraq xalanın puraqı bilən aralışıb, ikkisinin birikişidən başqa bir puraq hasıl bolğandaq qılatdı. Mən bu g'alit puraqning zodi nemining puraqi ekanligini əslashga tirishdim. Və birdilla bu puraqning erlərinin spermisining puraqi ekanligini his qildim.
Özümde payda bolgan bu sezgüdün çöçüp ketdim. Çünkü bir ayalның bütün bedeninden sperminin purqi kelişi mümkün emas edi. Men arqamga örilip ketip atkan ayalga qardım. O tuman içige kirip asta g'uvalishib g'oyib bo'lgandek tuyuldi. O ayal yenimden ötüp ketip atqanda onundan yol so'ray demedim. Belkim bu onun hazırla haladın çıqqanlıqını körüp turganlıqım yoki onun to'lgan bedenideki jalb qilish kuchi mende paydo qilgan eyiqishdan bo'lsa kerak. Onun ustiga bu ayalning chiroyi butunlay ifodasiz edi. Başqalardan anlashimcha, cho'ng shaharda ba'zi ayollar yüzümizge qo'ruq tushib ketadi deb kulmaydi ekan. Onun sana külməsligi seni yaxtırmaslıqı emas, qo'ruq tushishning oldini elish. Qattiq signal bergan bir oq rangli pikap mendan xeyli yiroqda bo'lsa-mu, xuddi menga qaratib signal berayotgandekla diqqatimni tortdi. Balkim bu uning rangining oqligi menda paydo qilgan tuyg'u bo'lsa kerak. O mashinaga qarabla ishxonamdagi nafas yo'lida masala bor odamning ovozidek bo'g'ilib sayraydigan maynat va kona telefon esimga yetdi. Chunki mashinaning nomeri ishxonaning telefon nomerining oxirgi 4 xonasi bilan o'xshash edi. Men ishxonaning telefon nomerini boshqalarga deb berishga bakmi amroq edim. Lekin hech kim mening bu shahardagi telefon nomerimni so'rab baqqani yo'q. Ba'zida bu telefon nomerini qog'ozga yozib olib, uningdagi sonlarni goh soldan o'ngga o'qisam, goh o'ngdan solga o'qib baqatdim. Goh bir-biriga qo'shib baqsam, goh bir-biriga ko'paytib baqatdim. Oxirida birinchi sonni ikkinchi bir sonning darajasiga ko'tarib, uchinchi sonni to'rtinchi sonning yildizidan chiqarib, ulardan chiqqan natijalarni va oxirgi, ya'ni 5-chi sonni o'zaro qo'shib edim. Naqla qo'shnimizning qaramtul qizining tug'ilgan kuni chiqdi. Buni his qilishim bilan ishxonadagi chiroqning nuri bilinar-bilinmas ko'kish rangga kirib qolgandek bo'ldi. Aşu sanның qo'shnimizning qaramtul qizining tug'ilgan kuni bilan o'xshash bo'lib qelishi xuddi ma'lum bir sirliq narsaning bishoratidek to'yilishga boshladi. Qo'shnimizning qizining terisi qaramtul edi. Sasliqda, ottapda uning terisi texmi qaradab parqiravotgandek tuyuladi. Bu sasliq jiroqdan kishiga bo'z ranglik tap-taqir yerda ko'rinadi. Biroq yaqin berib qarasa, hamma yer yuzini qaplagan, biroq ushshaq o'sgan o't-cho'plar ko'rinadi. Zay, lekin qattiq kelgan bu tuproqda o'sgan o'tlarmi bu yerning odamlaridek gupchak, qurg'oq ham chin. Qiniq yeşil rangiga qarab, bu yerdagi o't-cho'plarni boshqa joylardagi bilan o'xshash yumran deb qarab, ustida o'ltiribla qolsangiz, o'tlar tikanlik bo'lmasa-mu, ushlari badalingizga sanchiladi. Biz bir o'rakda o'ltirdik. Bu o'rakning qurib qolgan buloqning o'rni ekanligini yoki allakimlar tarafidan qo'llanganligini belgilab bo'lmaydi. Balkim kishilar suv chiqarish uchun qo'llagandi. Tuproqi o'rib etilgan bu joyda badanga sanchiladigan o't-cho'plar yo'q edi. Men unaga yaqin o'ltirgan edim. Texmi yaqinroq o'ltirishni istaydim. Lekin men o'zim yaqinlashmasdan uning yaqinroq kelishini kutdim. Jandan o'tgidek issiqdan nafsim siqiladi. Osmon ko'p-ko'k bo'lib, yer jahonni o'rtab atgan birli quyosh bo'lmasdan, balki ashu osmonmi yerga o't purkayotgandek tuyuladi.
Biz o'ltirgan o'rakka yandiki loy dövisidan tushgan soya hech narsaga dalda bo'lmaydi. Jahondagi hamma narsadan o'tdek issiq harorat kelib turadi. U mening qo'liqimga shivirlamoqchi bo'lib yaqin kelib edi, uning tarlab ketgan badanidanmi jonga tekkichi issiqning kelib turganligini his qildim. Uning tiniqlari yuzlarimni qizdirib o'tdek tegadi. U xuddi tiniqining issiqi boshqa joyga ketib kelib, meni ancha bearam qilolmay qolishidan ansirgandek olqonlarni konay shakliga keltirib, qo'liqimga akilib turib shivirladi. Uning kunda yerdan o't cho'plarni yulib verib, terisi qilinishib ketgan va o't cho'plarning suyi bilan bo'yilib verib, o't cho'p puruqi o'shmas bo'lib singib ketgan qo'llaridan hozirla uzilgan o't cho'p qo'llarida bo'ladigan namxo'sh ham sus puroq kelib turadi. Bundoq puroq uning qo'lig'ala emas, butun badaniga singib ketgandek, uning chiliq tenidanmi tar puroqi emas, balki o't cho'p puroqi keladi. U qo'lini yuzimdan neri elib ketib, gap qilgandimi, uning nafsidan o't cho'p hidini his qilib turdi. U mendan bir ishning yodimda bor yo'qligini so'radi. Men uning zodi qaysi ishni davatganligini so'radim. U dastlabki savolni takrorladi. Men u aytgan ishlarning esimda yo'qligini aytdim. U hayronlik bilan mening oshundoq ishni unutib qoladiganligimni aqliga sig'dira olmaganligini aytdi va mening nemishqa unutib qolganligimni so'radi. Men odam yuz bermagan ishlarni asliyalamdi. U ishlar yuz bermagan tursa, qandoqmi esimda bo'lsin degan mazmunda bir narsalarni dedim. Lekin men bu gaplarni qilganda uning nazari boshqa joyda bo'lib, mening javobimni anglash xiyoli yo'q turib, savol so'raganligini bilib qoldi. U orqadan menga qaradi. Lekin uning ko'z nuri menga yetib kelmasdan bo'shliqda to'xtab qolgan edi. Men uning ko'zlariga qaradim. U shu topda barliq diqqatini o'z teniga qaratgandek qiladi. Xuddi jinsiy aloqa qilayotgandek o'z tenidagi sezgilar ichiga cho'kib g'oyib bo'lgan edi. U o'z tenidan sirtqi dunyo bilan tenini tamoman ayirib tashlagan edi. Men osmondagi top bulutlarga qaradim. Bulutlarni nemishqa harib hisoblab bir-birsiga qo'shib beqish xiyoliga kelib qolganimga o'zimningmi aqlim hayron. Shundan keyin doim etisining qarada yetib elib, bulutlarni bir-biriga qo'shib o'qiydigan bo'lib qolgan edi. Keyin men uni qo'shnimizning qiziga aytib berdim. U buning bilan meni naqma-naq 2 oy masxara qilib yurdi. Shundan keyin uning bilan dalada birga yotsam, osmonga o'g'irliqcha qarab bulutlarni o'qiyotganligimni uningdan yoshiradigan bo'lib qoldi. U mening tenimga qaravotidi deb o'ylagan daqiqalarda amaliyotda ko'zim osmonda edi. Tuman ichidagi qandoqdir ushshaq zarrachalar muzdek sovuq teni bilan yuzlarimga urilatdi. Shundala yuzlarimning ig'ir kasalga giribdor bo'lgan odamning yuzlaridek qizib ketganligini his qildim. Men shuning bilan tuman ichidagi o'z tenimga qaytib kelib, diqqatimni tenim ichiga markazlashtirdim. Oshqozinim ichimi tuman bilan to'lgandek sezgusi g'uvalashgan holda huvuldab turadi. Bir qarashda xuddi butun dunyoni yalmab yuzim to'ymaydigandek. Yana bir qarashda uning tuman bilan to'lib ketgan qo'yni hech narsa sig'dira olmaydigandek qiladi. Badanim qizib ketgani bilan tomirlarimdagi qonning eqishi bakma ostilab ketgandek tuyuladi. Xuddi bara-bara to'xtab, muzlab, uyushib qoladigandek tuyuladi.
Tuman içideki muzdek soğuk su zerreçileri yüzlerimge urulup, tenimning harareti bilen seliştirme bolup, tenimning tumandan illiqraq ikerlikini sezdirmegen bolsa, men qenimning tomirim içide tekçe toxtumay iqivatqanlıqını his qılalmıgan bolatdım. Lekin qenimning aylanışı, qandaqdır laylap qalğan əxlət yoki löjilerdek bir narsaning to'salg'usiga uchrab, eqishi ostilab ketayotgandek qiladi. Menamning ichi bo'lsa, bulang talang qilinib, quruqdilib qo'yilgan uydek qup-quruq edi. Men menamning mushundaq holatda turishini yoqtiratdim. Menam qup-quruq bo'lib qolganda o'zimni ozoda sezatdim. Bundaq chaqda kallam hech narsaga ishlamaydi. Eng oddiy bir ishlarni tafakkur qila olmaydi. Gerçi bu xil kishini aram oldiradigan va huzurlantiradigan dötlük qisqa mezgillik bo'lsa-mu, gerçi u undan keyinla saldek yupurilib keladigan baş oxir yo'q azobliq xiyollarning yetib kelishining belgisi bo'lsa-mu, men yana ashu xomush holatni yoqtiratdim. Tuman bara-bara quyuqlashib, gaz holatdan suyuqliq holatiga o'tadigandak tuyuladi. Men o'zimning ashu suyuqliq ichida laylab yiqishimni va tunjuqishimni tasavvur qildim. Shunda rostilla tunjuqayotgandek, nafsim yetishmayotgandek tuyulib ketdi. Faqat to'tkochi do'qmishiga yetib borgandala, ondan nafsim siqilgan tuyg'udan qutuldim. Xuddi to'tkochi og'zi menga qandaqdir bir tanlash erkinligidan bishorat bergandek. To'tkochining qaysi birini bo'ylab izlashni davomlashtirish mening erkinligim edi. Biroq dal mushu erkinlikning o'zi menga gangirash elib keladi. Men to'tkochi og'zida qayoqqa mengishni bilolmay biroza turib qoldim. Yo'lning do'qmishidagi bo'tqining yog'och qapqoqlari yepilgandan keyin yo'g'on to'mir bilan ching tartib etilgan edi. Shundaqdimi yog'och qapqoqning orasidan bo'tqa ichidagi chiroq yo'riq ko'rinib turadi. Ikki qapqoq orasidagi g'uva chiroq yo'riqi ko'rinib turgan yo'chuq pichoq bilan uzun tilingan yarog'a o'xshash bu tuman bilan o'ralgan to'tkochi og'zini mudhish tusga kirgizib meni shirkandiradi. Men bo'tqa ichiga liq to'lgan haraq puruqini tasavvur qildim. Men ilgari cho'ng shaharni tasavvur qilsam, doim uni kampit puruqi va kampit puruqi bilan to'lgan do'kon bilan birlashtirib tasavvur qilardim. Kampitning tatliq ta'mi va puruqi zotila shaharni ko'rib boqmagan menda shahar haqidagi sirliq va vasvasalik ajoyib g'aroyib avsiraki tasavvurlarni qo'zg'aydi. Tasavvurimdagi shahar doim mukammal qiyofatga kirmagan, tutib olg'ili bo'lmaydigan, sonsizligan parcha-purat sezimlarning birlashishidan shakllangan mavhum narsa bo'lib, uni har qanday qilibmi konkret holatga kirgizolmaydim. Mening tasavvurimdagi ashu shahardan iborat menga tutuq bermay, to'xtamay to'zib g'oyib bo'lib va qayta qurilib turgan xiyoliy manzara ichida birdan bir konkret narsa faqatla kampit puruqi edi. Chunki men kampitning ashu nihoyatda yiroq va sirliq bo'lgan shahardan kelganligini bilardim. Faqat Hayit bayramlarda mehmonlar o'ylamagan yerdan bir yoki ikkini qo'limizga tutqizib qo'yadigan ashu kampitlar menga shahardan iborat ashu ezitqu manzarining dunyoning qaysidir bir joylarida mavjud ekanligini his qildirib turadi. Dadam yo'q bo'lg'achqa quruqdilib kangrab qolganda ko'rindigan uyda bu azodilik menga tatliq uyqu baxsh etadi. Sirtda
gökirep çıkıvatkan boranның avazı mening tushimda faqatla gökirep kuyuvatkan g'oyat zo'r o'tdan boshqa narsani shakllantirolmaydi. Men o'tning atrofini cho'rgilab usulga tushatdim. O't yalqinining guldirilgan ovozi mening usul harakatlarimning ritmini shakllantiradi. Dal shu chaqda jiroqdan perixon ayolning qog'igan unidek bo'g'uq va chirqiroq bir ovoz mening ismimni chaqiradi. Ovoz bara-bara yaqinlab kelib, birdinla ko'z oldimdagi hamma narsani g'oyib qilib, meni jirtilib titilib ketgan, hamma yerdan degidak doq yer chiqib qolgan eski kigiz ustiga qaytirib keladi. Men opamning ansizlik zodila neri ketmaydigan, xuddi 5 a'zoning biridekla chiroyidagi muqim bir alomatga aylanib qolgan gangarash bilan bechorlik xunuklashtirib qiyri chiroy qilib qo'ygan gavdasini ko'radi. Opam meni agashtirib, qorong'u ko'chalarni bo'ylab dadamni uzoqdan uzoq izlaydi. Opamning uzun ko'nglikining etaklari bo'ronda gurildab chiqargan ovoz yo'l bo'yi menga tushimdagi g'oyat zo'r o't yalqinini eslatib boradi. O bir kecha qaytib kelmaganligi uchun biz uni mast bo'lib yetib qolgan bo'lmasin deb yo'l bo'yidagi eriqlarga, azgallarga va ko'ylak ostlariga bir-birlab qarab chiqqan edi. Lekin u kuni har qanday qilibmi topolmadik. Opamning putidagi yo'g'on piymining har birining kengligi uning belidanmi to'n bo'lib, opam u piymini kiyib emas, balki piymiga chiqib olgandek. Opam piymini harakatlantirmasdan piyma opamni elib ketayotgandek ko'rinadi. Opam kommunaning magazinini har qancha qattiq ursimi ichilmadi. Opam tiniqini ichiga ching tortib purab boqadi. Qar yig'ayotgan ashundoq sovuq kunda havodan ma'lum narsaning puriqini his qilishga tirishish odamni bakmo umidsizlantiradigan ish edi. Biz qarab chiqmagan azgallar qolmaydi. Oxiri kuchli kampit puriqi bilan liq to'lgan bir magazinga kiradi. Magazin ichidagi kampit puriqi dimoqni itish turg'idek kuchli bo'lsa-mu, lekin men yana uni qonmay purab, nafsimni ichimga tortish bilan bo'lib ketib, boshqa hech narsaga diqqat qilmaydi. Chiroyi g'alati bo'lib qolgan kishilar orasidagi ko'zlari qip-qizil qizargan, burni inchika va uzun, peshonasi xuddi checha bilan qishi tutishib ketgili tas qolgandekla tor, ko'zlari cheqir, terisi misdaq qizg'ush, yelkasi keng kelgan kishi mening dadam. Bizni ko'rib, iqida chekitdak qara dog' bar ko'zlarini olaytib bir mast olmaydi. Hamma mastlarning qizargan ko'zlari bizga olayishdi. Men chiroyi odamning esidan chiqqisiz darajada sat bir odamni ko'rdim. Uning yuzining biror aybi bordek qilmaydi, lekin nemishqa shundoq sat ko'ringanini hozirgacha bilmayman. Gerçi keyingi chaqlarda menga hamma odamning chiroyi bir xil shakli o'zgarib ketgandek yoki mubolag'alashtirib etilgandek ko'rinadigan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin ashu chiroyni eng g'alati his qilishdan qutula olmadim. Uning xaltilishib ketgan ostinqi qopqoqlari ko'kish rangda bo'lib, xuddi birov uning yuzini to'kish uchun qasdan uni song'ilitib esib qo'ygandek edi. Keyin kishilardan uningda börak kesili borligini angladim. Ularning ichidagi birining tortuq bar engiki qo'rqinchli lipildab ketdi. Bular opam bilan ikkimiz dadamni izlab chiqqan kunlarning birida rostini ko'rgan manzarami yoki keyin uni
tasavvur bo'yicha to'qib chiqib, qayta tasavvur qilaverish natijasida menamga o'rnishib qelib, rastilla reallikda ko'rgandek bo'lib qoldimmi? Buni bilmayman. Mendeki çoğ şəhərlərdən qorxuş tuyğusu bəlkim balalıq təcrübələrimdeki aşu küçlük kəmpit puraqı bilən dadam və başqa ғələt kişilərinin məndə qorxunuş payda qılğan ғələtdə yad və əsəbiləşkən çıraydan qalğan təsiratdan qutulanmaslıqından payda bolğan boluşu mümkün. Çünki nəhayət uzaq vaqtlargacha mening texcə görüb baxmagan çoğ şəhərlər haqqındakı təsəvvürüm aşu puraq və çıraylarını özüge asas qılıb gəlgən idi. Tatlıq kəmpit puraqağa bolğan məbdulluq, ғələt çıraylarga bolğan qorxunuş tuyğusu məndə çoğ şəhərlərə həm məbdun boladigan, həm ondan qorxudigan ziddiyyətlik psixikini şəkilləndirgəşkə mən çoğ şəhərlərdə tügüməz ızdırap, düşünüksüz sarasime və asassız qəmgirlikə çömülsəm gerek. O, mən haraq sorunida boladigan puraqni bilməydigan çağlar edi. Nurg'un yillardan keyin mening dadamni tartqan kang yelkilik gavdam və uzunchaq yüzüm mast chiraylarning arasida qo'yib tamaki islari bilan xiralashgan aroqkashlar sorunida paydo bo'lgan chaqlardila, ondan u yerdagi puraqning kampitning puraqi emas, balki aroq ichgan kishilarning tiniqidan chiqadigan puraq ekanligini bildim. Men ilgari çoğ şəhərlərdən qorxuş psixikasining eng muhim asosi odamlardagi ezib qilish vahimasi bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Men çoğ şəhərlərni ko'rib baxmagan chaqlarimda mening tasavvurimdagi shahar biri cheksizlik edi. Xuddi kentimizning sirtidagi qumliqqa o'xshash. Kishilar orasida mushu cho'llik haqida tushuniksiz va g'alati afsonalar tarqalib yurgandek, cho'ng shahar haqidami sirliq va qo'rqinchli afsonalar tarqalib yuradi. Faqat bu afsonalarning personajlariga o'xshamaydi. Cho'llik haqidagi afsonalarning asosliq personaji xilma-xil hur-pari va alvastılar bolsa, şəhər haqqındakı əfsanlarının asasliq personajları ayollar edi. Bu əfsanalarının həmməsinin digidək baş temisi ezib qelish edi. Mən çöllikdə ezib qalğan aşu kecha qarang'uliq çöllikni cheksizlashtirgan edi. Aşu cheksizlik qo'ynida esankirab qayoqqa minishni bilolmay turgan, kichikkina teni qo'rqinishga odatlanish dastidan uyushib kelayotgandek bo'layotgan 7-8 yoshlardagi ashu bola men edim. Cho'llikning qaysili tarafiga qarsam o'xshash turadi. Manga nishonni ko'rsatib beradigan hech narsa ko'rinmaydi. Qarang'uliqda hech narsaning ko'rinmasligi kishiga atrofda har qanday bir narsaning mavjudligini tasavvur qilishga cheksiz imkoniyat beralaydi. Meni qo'rqitayotgan narsa mana shu cheksizlik edi. Chunki bu cheksizlik ichida men tasavvur qila oladigan narsalardan tasavvur qila olmaydigan narsalar ko'p edi. Men keyin insonlardagi barliq qo'rqinch tuyg'usining eng tubki manbasining faqat cheksizlikdan iborat ekanligini bilib yetdim. Osmonning cheksizligi, vaqtning cheksizligi, o'lgandan keyingi ishlarni bilmaslikdan paydo bo'lgan cheksizlik. Mana bularning hammasi insonni vahimaga soladi. İnsanlar kainatning cheksizligi paydo qilgan vahimadan qutulish uchun o'zi yashayotgan joylarni sonsizlig'an ushshaq bo'laklarga bo'lib, uni chek va o'lchamga ega qilgan.
Kishilar vaqtning cheksizligi paydo qilgan vahimadan qutulish uchun vaqtni ushoq parchalarga, soat, kun va oylarga bo'lish orqali chekka ega qilgan. O'lgandan keyin duch keladigan ishlarni chekka ega qilish uchun u dunyoning qavatlari va sxemisini sizib chiqqan. Kishilarning qorong'ulikdan qo'rqishidagi sababmi narsalar bilan narsalar o'tirsidagi chegara, narsalarning shakli va hajmi cheklamasining qorong'ulik tarafidan tamoman gumron qilinishi bilan atrofning bir cheksizlikka aylanishidir. Qarang'uliq cho'llikning chekini g'oyib qilgan edi. Men cho'llikning chekining qaysi tarafda ekanligini bilolmay qo'rqinishga cho'mmakda edim. Qarang'uliq ichidan qanday bir qo'rqinchli narsaning tuyuqsiz chiqib kelishini bilmaydim. Biroq hamon tasavvurining tamoman sirtidagi g'alati bir narsa elala menga hujum qiladigandek tuyuladi. Ashu tuyuqsiz paydo bo'ladigan narsaning obrazimi cheksizlikka ega edi. U narsani qanchalik darajada qo'rqinchli his qilsam va qandaq shaklda tasavvur qilsam bo'laveradi. Chunki bu yerda mening tasavvurimga chek qo'yadigan aniq shaklga ega bir narsa yoki prototip mavjud emas edi. Qo'rqinchli qarang'ulik qo'ynida faqat osmondagi yulduzlarla cheksiz yiroqlikda turib jimirlashlari bilan ashu qo'rqinish ichida qolgan baliga tonishliq va yiqinliq beg'ishlab uni ansizlikdan ozroq bo'lsa-mu xalos qilishga tirishayotgandek qiladi. U bala, ya'ni men mahalladagi tangtush balalardan yulduzlarga qarab nishonni farq qilish haqida o'z dadalarining so'zlab berganlarini anglagan edi. Mening dadam bo'lsa, atrofidagi tabiat dunyosida qandaq narsalarning mavjudligiga diqqat qilib ko'zitib boqadigan odam emas edi. Mening nazarimda u osmonda yulduzlarning mavjudligini bilamdi bilmamdi, bu bir masala edi. Dadamning umrida osmondagi yulduzlarga qarab boqqanligiga ishongim kelmaydi. Men qayoqqa minishni bilolmay qolgan ashu cho'llikda yulduzlarga nazar tashildim. Osmondagi yulduzlar menga unsiz qarab turadi. Men ularga qarab nishon izlashni o'ylaydim. Lekin nishon farq qilishning usulini bilmaydim. Yulduzlar yiroq va so'g'oq edi. Ular menga hech narsani ko'rsatib bermaydigandek qiladi. Men vücudum qo'rqinishdan muzlagan, qalbim ümidsizlikdan tipirlagan holda birdam yulduzlarga qarab turdi. Dal shu chaqda bir yulduz tuyuqsiz o'rnidan qo'zg'alib, osmonning qahrini o'qdek bir kesib o'tdi-da, qarang'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Buningdan men ashu yulduz menga yo'l boshlab, ko'kni bir kesib o'tish orqali menga qaysi yo'nalishga menishni ko'rsatib berayotgandek bilindi. Men yulduz mangan yo'nalish bo'yicha yo'limni davomlashtirdim. Biroz zamondan keyin yo'limning to'g'ri bo'layotgan, bo'lmayotganligi, xato yo'nalishga o'zim bilmasdan burilib ketgan yoki ketmaganligimni bilish uchun yana o'rnimda turib, osmondagi yulduzlarga qarab turdim. Yana shundoq bir oqar yulduz ko'kni kesib o'tgandan keyinla ashu yulduz mangan yo'nalish bo'yicha menishni davomlashtirdi. Ashu tarzda yulduzlarning oqqan yo'linishini bo'ylab yo'limni davomlashtiraverdim. Shundan keyin men izchil turda xeyli uzoq mezgilgacha yulduzlarning saqlanishini ashundoq cho'llarda qarang'ulikda ezib qolg'uvchilarga nishon ko'rsatib berish uchun deb tushunib keldi. Keyin bir kuni apam menga osmondagi yulduzlarning saqishining o'limning beshorati ekanligini aytib berdi. Ham menga saqagan yulduzlarni ko'rgan chaqda o'qiydigan bir oyatni o'qitib qo'ydi.
Lekin mən yanala yıldızlar saqıgan yolunüş, azğucularga körsilgen nişan degen qarashni özgertəlmədim. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Bugün muşunçilik oquyli, davamıға diqqət bəgəysizlər. Mikrofon aldıda Nuriye Rahman. Muzikini Dilfuraz Xani işlеген. 2023 yılı sentabr Canbad unga elindi.